kurashamiz birgalikda. Bizning shior kuch birlikda. Orolimiz nomidor, qo'rqitolmas bizni to'fon. Yovuzlikdan bu olamni saqlab qolamiz omon. Bu o'lka bizning makon, baxt bo'lar begumon. Toshlar kuchi, tasli olov, muzliklar va tengsiz shamol. Hushyor turlar har on. Garmiti. Yurak qahramonlari birinchi kun. Chaqmoq Studios tomonidan maxsus dublyaj qilindi. Bolalar, biz buni uddaladik. Oxirgi bo'lakni qaytardik. Titan yuragi tiklanadi. Demak, sarguzashtlarimiz ham yakunlanadi. Ha, endi uyga qaytamiz. Nihoyat shirin uy so'zini ma'nosini yana his qilaman. Bolalar, shoshilmang. Biz hali ham ularni hayotga olib kelish uchun barcha parchalarni birlashtirishimiz kerak. To'g'ri, oxirgi uchrashuvimizda juda qolsiz edi. 1000 yillik quyoshlarda bo'lish oson emas axir. Lekin hech bo'lmaganda men o'sha bilan jang qilmasam bo'ldi. Ha, Aykar, biz baribir uddalardik. Xo'sh, boramizmi yoki yo'qmi? Tez orada uyga qaytishni xohlamaysizmi? Uni uyg'otganimdan hatto afsusdaman. Eron, Aykar, shallaringizni joyiga qo'ying. Magma va qimmatbaho toshlar sizning qolgan do'stlaringiz okean va kosmosdir. Oho! Jangchilar, siz buni yig'ishga muvaffaq bo'ldingiz. Ya'ni Elistarning barcha parchalarini yig'ishga. Siz Gorimning haqiqiy g'oliblarisiz. U men haqimda gapiryapti. So'zlar Ekosning Titan ustidan nazoratni qo'lga kiritishga to'sqinlik qildingiz. Tartibsizligidan ustun keldi. Uyga qaytish vaqti keldi. Lekin birinchi navbatda yurakni qayta tiklashimiz kerak. Avval siz parchalarni ajratib olishingiz kerak. Nova. Ampun. Rodi. Iridi. Ha. Xudoga shukr, sharda qamalib qolib, bel og'rig'imni keltirdi. Barakalla jangchilar, va nihoyat o'z vazifangizni uddalay oldingiz. Rostini aytadigan bo'lsam, men boshida ishonmagan edim. Siz buni uddalay olishingizga, to'g'rimi, Ridi? Iridi bugun qandaydir g'alati. Tingla, biz Titan yuragini tiklashga tayyormiz. Ajoyib. Ya. Okean, magma, marvarid va kosmos yana birga. Titanning yuragi yana qayta tiklandi. Yomon qo'llardan yurakni asrashimiz kerak. Quyosh ritsarlari, orolda qolish va uni tutilishidan himoya qilish bizning burchimizdir. Xo'sh, agar shunday bo'lsa, biz uyga qaytarkanmizda. Uyga. Qaddingizni baland ko'targan holda siz o'z jasoratingizni qayta isbotladingiz. Men siz uchun portal ochaman. Ya! Portal mendan juda ko'p kuch olyapti. Balki yordam berarman. Alfa energiyasi bo'lgani juda ham ta'sirli. Hamma narsa o'z-o'zidan ishlaydi. Men buni qanday qilishni bilmayman. Aykar, qara.
Bolalar jiddiylashing, Eridi bilan nimada noto'g'ri? Iridi, bu nima qilganing? Iridi qachondan beri tutilish energiyasidan foydalanadi? Iridi tutilish energiyasidan foydalanmaydi. Aslida u meni to'xtatmoqchi edi. Nimalar bo'lyapti? Lekin meni hech kim to'xtata olmaydi. Sen ham so'l va ayanchli jarchilaring ham. Eklos. Mana senga. Ha. Nihoyat sen menikisan. Insofsiz yolg'onchi, Titanning yuragi muhabbatda qolishi kerak. Sen yana bizning kelishuvimizni buzding. To'g'ri, lekin men tartibsizlikni juda yaxshi ko'raman. Bir narsani va'da qilish va boshqasini qilishdan ko'ra tartibsizlik yaratish osonroq. Yurakni qaytar. Kichkintoylar, sizlar o'zingizni qahramon deb o'ylayapsiz, to'g'rimi? Bechora bolalar, sizlar o'zingizni maxsus vazifangizni bajargan deb o'ylaysiz va endi sizdan yaltiroq toshlarni olib qo'ydi. Endi xafa bo'lib yig'lang. Sendan bu titan yuragini olib qo'ya olamiz. Avval meni tuting. Eklos. Klipjon buning uchun to'laydi. Bu degani bizni uyga yuborishmaydimi? Yo'q, aksincha sarguzasht davom etadi. Aksincha uning orqasidan. Meni kuting, hey! Quyosh chaqnashi. Sen menga boshqa tanlov qoldirmading. Hiper quyosh chaqnashi. Sen qarib qolding, endi u qadar aniq nishonga ola olmaysan. To'xta, Eklos. Menimcha so'lga yordam kerak. Ya. Voy, bunchalik muloyim emas-da. Menga titan yuragini ber. Bu quyosh ritsarlari qo'riqlashi kerak. Faqat shu yo'l bilan biz koinotda tartib va muvozanat saqlay olamiz. Lekin bu juda zerikarli. Menda yaxshiroq bir fikr bor. Men titanga hamma narsani yo'q qilishini buyuraman. Va biz tartibsizlikdan zavq olamiz. Salom. Biz seni yo'q qilamiz. Biz seni yo'q qilamiz. Ritsarlar seni o'rab olishdi. U qochib qutula olmaydi. Davom eting, Ritlerlar. Ular juda ajoyib. Eklos, bizning kurashimiz abadiy davom etmasligi kerak. Taslim bo'l. Balki sen haqsan. Balki yaxshi bo'lish vaqti keldi. Koinotga yaxshilik keltiring. Tasavvur qiling ey ayanchli ahmoqlar. Hozir nima bo'lishini tasavvur ham qila olmaysiz. Sizlarni nima kutayotganligini. Sen titanning yuragini energiya to'lmaguncha uyg'ota olmaysan. Qanday jalohat bu titanga kuch beradi. Tasavvur qiling va yana nima qila oladi? Eklos, yurakni yomonlik uchun ishlatmaslik kerak. Bu ishing oxiri halokatli bo'lishi mumkin. To'g'ri, mukammal reja. Yo'q. Bahra oling, vaqtni cho'g' o'tkazing. Yo'q. Yo'q. Voy, bu haqiqat. Bu aniq aqldan ozgan. Sen buni to'laysan. Men sizlarga nima tayyorlaganimni ko'raman.
Bu nima edi? Yo bu tirakna qorni yoki o'lgan yirtqich maxluq. Voy bu. Bu o'sha yirtqich maxluq. Ey Klaus, to'xta. Bu juda katta yirtqich hayvon. Multfilm Chaqmoq studiyasi tomonidan maxsus dublyaj qilindi. Dublyajda artistlardan Dalerbek, Dilshodbek, Shahzod, Mulga va Shadow, tarjimon Shahzod, montajchi Shadow. Bizdan uzoqlashmang, yangidan yangi premyeralar hali oldinda.